Juda ko'p insonlar so'rabdi. Eroziya, mastopatiya, kista miyomlarga qaysi bir giyoh uy sharoitida ayting deb. Mana hurmatli opa-singillar, mana shu birgina piyoz bilan bitta piyozni bitta bolg'acha bilan tosh bilan urasiz. 1 litr suvga solib pasalovda 10-15 minut qaynatasiz. Keyin gazni o'chirib, iligandan keyin 50 gram ertalab, 50 gram kechqurun 1 choy qoshiq asal qo'shib iste'mol qiling. Xudo xolasa kista miyomadan asar qolmaydi. Gormonal buzilishlar, mastopatiya, eroziya bo'ladi. Hammasini xudo xolasa ko'zini yoladigan mana shu birgina piyoz. Foydasi juda katta. Iste'mol qiling uy sharoitida. Bepulni aytyapman. Befarzand insonlarga urug' foizini oshiradi, hurmatli erkaklar. Erkaklar prostata adenomaga, erkaklik quvvatini oshiradi, urug' foizini oshiradi. Ayollar tuxumdon faoliyatini yaxshilab beradi. Kitobdan olib aytyapman, do'stlaringizga jo'natib qo'ying uy sharoitida. Shu birgina piyoz bilan juda ko'p katta muammolaringizni xudo xolasa davolasangiz bo'ladi uy sharoitida.